Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Manimcha kech qoldingiz. Ertaroq kelaman dedingiz. Bo'lmadimi? Qoldik. Tak. Ro'zimatov Umidbek, Xorazm viloyati Urganchdami? Yo'q, Hazorasp tumani. Hazorasp tumanidasiz, ha? 96-yilsiz. Grija diska L5S1. Ya'ni grija bilan kelyapsiz. Qani endi ishlama. Qachondan beri? Qachon ushlab qoldi? Bu 5 yildan beri qiynalaman bu grejani aslida. Biror narsa bilasizmi ko'tarib qo'yganingizni yo bir yoqqa yiqilib tushdingizmi? Ko'tarib qo'ygandanmi, yiqilib tushgandanmi? Orqaga bu eng pastdagi turgan narsa ko'pincha yiqilgandan bo'ladi. Odam orqasiga bunday o'tirib qoladi-ku. Ana shunda. Xo'p, 5 yil bo'ldi. 5 yil ichida necha joyga borib davolandingiz? Ko'p joyga borib davolandim. Eng zo'r ko'p yurganim 6 oy bo'lgan. Licheniyadan keyin 6 oydan keyin yana qaytadan bo'lib qolgan. Licheniya nimadan iborat? Ukol? Ukol, tortish, nimani ochish şeylarda. Bu qanaqa ochish? Ana undami? Bunday o'ldiradigan apparatdami? Ha. O'rningizdan turing. Kameraga qarab o'tirib ko'rsating. Turib ketishga harakat asta. Endi engashib ko'rsating. Engash yo'qda, engash. Borgan joyga majburlamang o'zingizni, astagina. Mana shunday. Bo'ldi. Tushunadi. O'tir. Qancha vaqtdan beri yuribsiz mana shunaqa? Oxirgi marta ushlab qo'yganiga bir oycha bo'lib qoldi. 2 hafta oldin licheniyamni oldim. Foydasini sezganim yo'q. Endi qarang. Licheniya bu yerda falon kuni deb chegaralanmaydi. Ertaroq bo'lishi mumkin, kechroq bo'lishi mumkin. Yoki boyaga belgilanganga 10 kun ichida ham bo'lishi mumkin. Holatingizni ko'rdim. O'tirib turishingiz qiyin, engashishingiz undan qiyin. Mana shu narsalarni oydek odamlardek bajarib bersangiz va o'shanda og'riq sezmasangiz, oyoqqa tortib bu tomondan mana bunday og'riq bermasa, siz sog'lomsiz. Ketaverasiz. Faqat o'zingiz ehtiyot qilib 6 oy davomida turnikka tortilib turasiz, oyoq uchida faqat. Osilmaysiz turnikka. Sal ko'tarilib turadi, tovon bo'ldi. Boshqa qiyin narsa emas. Faqat dangasalik qilmaslik kerak, ertalab turish kerakda, bunday qilib cho'zilib turish kerak. Turnik turkka turgandan sal balandroq, mana shuncha balandroq bo'lishi kerak. Qo'lingizni uzatasiz-ku. Shundan salgina balandroq bo'lishi kerak. Shunday ushlasangiz, o'zi umurtqa cho'zila boshlaydi. Shu holatda kuchingiz yetgancha 5 minut, 3 minut, necha minut bo'lsa turasizda, asta qo'yib yuborib ishingizni ketaverasiz. Bitta ishxonada eshik topasiz. Bundayga turasiz, bunday turasiz. Astagina turib oyog'iga qilib напряжение qilasizda, umurtqaga bunday cho'zilishini ta'minlab berasiz, bo'ldi. Shu bilan kechqurun shu bo'ldi. Men ochib berganimdan keyin yopib qo'ymang, bo'ldi. Umurtqa grijasi kimda bo'lmaydi, bilasizmi? Hayvonlarda bo'lmaydi. Nega? Chunki ular tikka yurmaydi. Hammasi bunaqa to'nqaydi. Shuning uchun umurtqaga bosim bermaydi. Bizning odamzodni yaratgan Alloh taolo shunday qilib yaratganki, bizning umurtqamiz bir-birini ustiga bosim bera boshlaydi. Qanchalik semiz bo'lsa, shunchalik battar bo'laveradi. Agar bu joyda umurtqa joyidan siljib qolgan bo'lsa, u boyagi og'riq berib kuch bilan, hozir necha kilosi? 100 kilo bormi? Ha, bor. 100 kiloning 50 kilosi bosim beryapti pastga. U peng pastida turibdi. Uning ustiga 50 kilo yuk bosilyapti. Ana shuni hisobiga bo'ladi. Men ochganimdan keyin o'shanga bosim bermaslik uchun 3 marta tortib tursangiz kifoya. Sizdan boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Yengil mashqqa bormaysiz, boshqa narsa risk harakat qilmaysiz. Qaltis harakatlarda o'zingiz tiyib yurasiz. 6 oy ichida qotadi bu yerga narsa. Kiradi joyiga. Lekin asta-sekin qotadi. Masalan, hozir necha millimetr deb qo'ygan? 5 millimetrlik grijangiz bor ekan.
5 mm, yarim santimetrda emas, shunchagina narsa. Asta sekin bir mikrondan kirgizaversak kirib ketadi joyiga. 2 yil qolganda ham bilinmay qoladi keyin. Qolgani boyagidan hisobida o'zi kira boshlaydi. Joyni bo'shatib qo'ygandan keyin bo'ldi. Mana asosiy shu qilayotgan ishim. Tushunarli? Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Umidbek. Ro'zimatov Umidbek, 96-yil. Xorazm viloyati Qozaras tumanidan. Grija diska L5S1, ya'ni L5 va S1 da bitta grijangiz bor ekan, 5 mm tashqariga chiqib turgan. Mana bu qorayib turgan narsa, mana yopishib qolgan, chiqib turibdi-ku. Mana bu nima? Nerv tolasi joyida oq. Joyiga bu yoqqa qarab nima chiqib turib, mana bu yerda qisib qolgan mana. Ko'ryapsizmi? Mana yo'l yo'q. Tak. 19-yil bahor oyida o'qib beraman. Tilingizga tushunmayapman. Men Ro'zmatov Umidbek, 19-yil bahor oyidan greja boshlangan menda. 5 yil davomida shu greja muammosi bo'yicha qiynalib kelganman. 7 marta lecheniya olganman shu greja bo'yicha. Eng ko'p yurgan vaqtim 6 oy bo'lgan. Yaxshi natija bergan joyda. Shu 5 yil davomida qiynalib kelib, shu she'rni sizni eshitib, siz oldingizga keldim. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Oyoqqa tortib og'riq berarmidi? Ha, oyoqqa tortib og'riq berardi. Oyog'im ushlab qolardi, yurish qiyin bo'lib qolardi. Kun bo'yi 24 soat og'riq his qilib yurardim. Ertalab uyg'ongan paytim harakatlanishim qiyin bo'lib qolgandi oxirgi vaqtlarda. 2-may 25-yil keldingiz. Ha, 2-may 25. Bugun 11-may 25-yil. So'ta 10 kun vaqt o'tdi. Hozir nima o'zgardi? Hozir belimda shu grejamning og'rig'idan tashqari ertalab uyg'ongan paytim shu qornim shu yirtilib ketaman deb og'rirdi. Terilarda ham og'riq his qilardim o'zimda u grejaning og'rig'idan tashqari. Va 5-kun, 6-kundan 100% hamma og'rig'im yo'qolib, ertalab og'riqsiz uyg'onishni boshladim. Hozir hammasi zo'r, Xudoga shukr. Og'riq yo'q-a? Og'riq yo'q. Umuman hech qayrimda og'riq yo'q. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman aka, Alloh rozi bo'lsin. O'sha joydan keldingiz, mana Xorazmdan kelyapsiz, afsuslanmayapsizmi? Yo'q, yo'q aka. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Siz ham mehnatingizga rozi bo'ling. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, amin. Muhimi o'zingizga ehtiyot qilasiz. Birinchi navbatda turnikda turishingiz kerak bir. Hatto 1 yil davomida. Turnikda turganingizda oyoqni uchida turasiz, xolos. Ya'ni oyoqni yerdan uzmaysiz. Turnik shu darajada o'zingizga plankani to'g'rilab olasiz. Osilib turganingizda ko'p tura olmaysiz-da, bunda ko'p tura olasiz. Umurtqa cho'zilgan, umurtqani cho'zib turasiz. 2 marta qiling. Ilojini topsangiz 3 marta qiling. Magazinda ishlar ekansiz, magazinda shu yerga qo'yib qo'ying bittadan. Bor, sharoit qo'yib. Sharoit qilib qo'ying-da, o'sha yerga bu yoqqa o'tganingizda, bu yoqqa o'tganingizda hozirga chiqqanda osilib. Ha, turib turavering shuna. Bo'ldi shu. Sizdan talab qilinayotgan narsa shu. Bo'ldi, Xudo xolasa. Yeydigan ovqatingiz faqat tiyilib yurishingiz kerak, semirib ketmasligingiz kerak. Semirsangiz qusadi. Tarozi bilan taroziga o'lchanib turaversangiz, ko'rib turaverasiz o'zi. Bo'ldi, Xudo xolasa. Esaq. Yeydigan ovqatingiz hamma narsa mumkin. Faqat me'yorida va yaxshi ko'rgan ovqatingizni oqshom emas, abidda. O'tirish bor, choyxona bor, boshqa bor. Davay abidga qilamiz deyvering. Nimaga? Yedingizda qimirlay boshladingiz. Qolgan ishni ham davom ettirishingiz kerak, bu yoqda yurib borib hazm bo'ladi-da. Agar siz buni oqshom soat 11 da yesangiz, borib yotasiz. Hazm bo'lmaydigan ovqat bilan o'sha ertalab o'sha qiynalib tura boshlaysiz.
muhimi shu, agarda shu ovqatga rejimni o'zgartirib boyagidek qilib e'tiborsiz bo'lib qolsangiz qisib qoladi. Bu garantiya beraman, albatta qisadi. Shuning uchun yengil yotish kerak oqshom. Kunduzi yeyavering, hech qanaqa ovqat tashish kerak. Osh yeysizmi, shashlik yeysizmi, somsa yeysizmi, hammasi mumkin. Lekin kunduzi Obedga. abidga. Bo'ldi shu. Kechki iloji boricha suyuq Iloji ovqat, boricha yengil ovqat. suyuqroq, boyagida yengilroq, qatiq, mana shunaqa. Tushunarli hammasi. Sog' bo'ling.